Nima shu paytda qilyapti qizim? Alo? Voy, bolam tinchlikmi? Nima? Qaynanangmi? Bitta ovqat qila olmaganingga shuncha to'polonmi? Voy, baqirdilar. Menga qara, narsalaringni yig'ishtirib bo'ldi. Akalaring kelsa, adeliga telefon qilaman, borib yuking bilan olib kelaman. Ko'rsatib qo'yaman men ularga baqirish qizimga. Bo'ldi, sen yig'lama bolam. Bo'ldi, yashattirmayman men. Yashattirmayman, bo'ldi. Yig'lama. Tor qornimga siqqan keng uyimga sig'maysanmi? Yig'ishtir hamma narsani, olib ketaman uyga bolam. Alo? Ha, qizim yaxshimisan? Voy, nega yig'layapsan? Ovqat qilmaganimga oyimlar urishdilar. Nimaga ovqat qilmaysan bolam? Oyinglar ishdan kelgunlaricha qilib qo'ygin devdim-ku senga. Bir pasda bitadigan. Uyga qaytib sen jinniroqmisan bolam? Men senga shunaqa tarbiya berganmanmi? A? Meni el yurt ichida sharmanda qilmoqchimisan? Men bilmayman. Yo'q, uzr so'ra oiladan-da ovqatingni tez qilib ber. Nimadir qilsang ham aybingni yuvgan. Men kechirmayman seni. Men ham urishgan bo'lardim o'rnlarda oilani. Borib kechirim so'ra.